Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib muhokama qilaman. Pensionerlar shifokorlik komissiyasidan o'tishga majbur bo'ladimi? Kimlar bundan xavotir olish kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Bu mavzu har bir xonadonga tegishli. Chunki deyarli har bir oilada pensioner bor. Ota-onamiz, bobo-buvilarimiz, nogironligi bo'yicha pensiya olayotgan yaqinlarimiz yoki kasallik sababli ijtimoiy to'lov oladigan qarindoshlarimiz. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval tartib qanday edi? Hozir nimalar o'zgargan? Komissiyaga chaqirilsa nima qilish kerak? Qaysi hujjatlarni tayyorlash zarur? Qaysi holatlarda pensiya yoki nafaqa to'xtab qolishi mumkin? Ma'lumot siz uchun foydali bo'lsa, hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki ko'pchilik aynan bilmagandan xato qiladi. Vaqtida hujjat topshirmaydi yoki komissiyaga bormay, keyin to'lovlari bilan muammo bo'lib qoladi. Avvalo eng muhim narsani ajratib olaylik. Hamma pensioner deganda bir xil toifadagi odamlar tushunilmaydi. Pensiya oluvchilar orasida yoshga doir pensiya oladiganlar bor. Nogironlik pensiyasi oladiganlar bor. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladiganlar bor. Shuningdek ayrim ijtimoiy nafaqalar va kompensatsiyalarni oladigan fuqarolar bor. Shifokorlik komissiyasi masalasida eng ko'p savol aynan nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilarga tegishli bo'ladi. Oldin qanday edi? Avval ayrim fuqarolarga nogironlik muddatsiz berilgan bo'lsa, ular qayta komissiyadan o'tmas edi. Ayrimlarga esa nogironlik 6 oyga, 1 yilga yoki 2 yilga belgilanar edi. Muddati tugashiga yaqin odam yana tibbiy ko'riklardan o'tib, tegishli shifokor xulosalarini yig'ib, shifokorlik komissiyasiga borardi. Komissiya odamning sog'lig'i yaxshilanganmi, yomonlashganmi yoki o'zgarmaganmi, mehnatga layoqati qay darajada, doimiy parvarishga muhtojmi, dori-darmon yoki reabilitatsiya kerakmi? Shularni ko'rib chiqardi. Hozir nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, davlat organlari va tibbiyot tizimi pensionerlar va nogironligi bo'lgan shaxslar haqidagi ma'lumotlarni aniqroq tekshirishga, hujjatlarni tartibga solishga va noto'g'ri tayinlangan to'lovlarning oldini olishga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Ya'ni ayrim odamlar men pensiyadaman, meni hech kim chaqirmaydi deb o'ylaydi. Lekin agar sizning pensiyangiz yoki nafaqangiz tibbiy holatga bog'liq bo'lsa, ya'ni nogironlik guruhi kasallik darajasi, mehnatga layoqatsizlik yoki doimiy parvarish zarurati asosida tayinlangan bo'lsa, sizdan qayta tibbiy ko'rikdan o'tish talab qilinishi mumkin. Bu yerda men alohida ta'kidlayman, yoshga doir oddiy pensiya olayotgan barcha fuqarolar avtomatik ravishda majburiy komissiyaga yuboriladi degan xulosaga shoshilmang. Masalan, 6 yoki 65 yoshga yetgan uchun pensiya olayotgan, pensiyasi faqat ish staji va ish haqi asosida hisoblangan insonlar odatda nogironlik komissiyasidan o'tmaydi. Ammo agar shu inson qo'shimcha ravishda nogironlik imtiyozi, parvarish puli, reabilitatsiya vositasi, sanatoriy yo'llanmasi yoki tibbiy xulosa talab qiladigan boshqa ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsa, masala o'zgaradi. Endi kimlar e'tiborli bo'lishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotgan fuqarolar hujjatlaridagi muddatga qarash kerak. Agar hujjatda nogironlik muddati 2025 yil 1 martgacha, 2026 yil iyungacha yoki boshqa aniq sana bilan ko'rsatilgan bo'lsa, demak shu muddat tugashidan oldin qayta ko'rik masalasi paydo bo'ladi. Bunday odam menga hech kim qo'ng'iroq qilmadi deb kutib o'tirmasligi kerak. Chunki ko'p holatda mas'uliyat fuqaroning o'zida ham bo'ladi. U oilaviy poliklinikaga boradi, shifokor ko'rigidan o'tadi, tahlillarni topshiradi. Kerak bo'lsa statsionar davolanish haqidagi hujjatlarni taqdim etadi. Ikkinchi toifa muddatsiz nogironlik berilgan fuqarolar. Bunday holatda odamlar ko'pincha men muddatsizman, demak umuman komissiyaga bormayman deydi. Ko'p holatda bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin ayrim vaziyatlarda baribir qo'shimcha tibbiy tasdiq so'raladi. Masalan, fuqaro yangi imtiyoz so'rasa, guruhini o'zgartirishni xohlasa, kasalligi og'irlashganini aytsa, parvarish puli olishni talab qilsa yoki hujjatlarda qarama-qarshilik chiqsa, u holda qayta ko'rik zarur bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa sog'lig'i yaxshilangan yoki ish faoliyatini boshlagan nogironligi bo'lgan shaxslar. Men bu yerda juda ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. Ishlayotgan odam nogironlikdan avtomatik mahrum bo'ladi degan qoida yo'q, chunki ayrim nogironlik guruhlari bilan ishlash mumkin.
o't guruh nogironligi bo'lgan fuqaro ko'pincha yengilroq ishda ishlashi mumkin. Ikki guruhda ham ayrim sharoitlarda mehnat faoliyati bo'lishi mumkin. Lekin komissiya odamning real holatini ko'radi, u qanday ishda ishlayapti. Ish uning kasalligiga zid emasmi, sog'lig'i barqarormi, avvalgi tashxis tasdiqlanyaptimi? Agar hujjatlarda kasallik og'ir ko'rsatilgan, amalda esa odam to'liq ish kuni og'ir jismoniy mehnat qilayotgan bo'lsa, bu savollar tug'diradi. Keling, real hayotga yaqin misol olaylik. 7 yoshli ayol ichki guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Unga nogironlik, yurak-qon tomir kasalligi va yuqori qon bosimi asoratlari sababli bir yilga berilgan. Pensiyasi deylik oyga 1.200.000 so'm atrofida. Muddati tugashiga oy qolganda u poliklinikaga borishi, kardiolog ko'rigidan o'tishi, EKG, UZI, qon tahlillari, davolangan bo'lsa, shifoxona varaqalarini tayyorlash kerak. Agar u buni qilmasa va komissiyadan o'tmasa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Keyin hujjatlarni tiklash uchun yana vaqt ketadi. Bu esa oilaviy byudjetga ta'sir qiladi. Yana bir misol. 70 yoshli erkak yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi ish staji va ish haqi asosida tayinlangan, nogironlik guruhi yo'q. Alohida tibbiy nafaqa olmaydi. Bunday odam hamma pensionerlar shifokorlik komissiyasidan o'tadi degan gapni eshitib vahimaga tushmasligi kerak. Agar unga rasmiy chaqiruv kelmagan bo'lsa, pensiyasi tibbiy xulosaga bog'liq bo'lmasa, odatda u komissiyaga majburiy yuborilmaydi. Lekin u sog'lig'i sababli nogironlik rasmiylashtirmoqchi bo'lsa, unda albatta tibbiy ko'rik tartibidan o'tadi. 3-misol. 25 yoshli fuqaro bolalikdan nogironlik bo'yicha nafaqa oladi. Unga nogironlik muddatiz belgilangan. U har oy, masalan, 800 ming yoki 1 million so'm miqdorida nafaqa oladi. Agar u faqat mavjud nafaqasini olayotgan bo'lsa, hujjatlari to'g'ri bo'lsa, manzili va shaxsiy ma'lumotlarda muammo bo'lmasa, uni har yili qayta komissiyaga chaqirish shart bo'lmasligi mumkin. Ammo u nogironlik aravachasi, eshitish apparati, protez ortopediya vositasi yoki parvarish bilan bog'liq qo'shimcha yordam so'rasa, tibbiy xulosa yangilanishi talab qilinadi. 4-misol. Bir pensioner insult o'tkazgan, o'ng qo'li va oyog'ida harakat cheklangan, nutqi qiyinlashgan, oilasi uni komissiyaga olib borishga qiynaladi. Bunday holatda bormasa bo'lmaydi, nima qilamiz degan savol tug'iladi. Amaliyotda og'ir yotgan bemorlar uchun hujjatlar orqali ko'rib chiqish yoki uyga chiqib ko'rik qilish masalasi ko'tarilishi mumkin. Buning uchun oilaviy shifokorga murojaat qilinadi. Bemorning harakatlana olmasligi haqida tibbiy asoslar ko'rsatiladi. Kerak bo'lsa shifokorlar uy sharoitida holatni baholaydi. Ya'ni odamni majburan ko'tarib, har qanday holatda ham komissiya binosiga olib borish yagona yo'l emas. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, rasmiy xabar va og'zaki gapni farqlash kerak. Mahallada kimdir endi hamma pensionerlar komissiyadan o'tarkan dedi. Ijtimoiy tarmoqda kimdir vahimali post yozdi. Tanish shifokor tekshiruv kuchaydi dedi. Bularning hammasi rasmiy chaqiruv degani emas. Rasmiy masala hujjat, xabarnoma, poliklinika yo'llanmasi, pensiya jamg'armasi yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan bog'liq tartib orqali aniqlanadi. Men doim tavsiya qilaman, eshitasiz, o'z hujjatingizga qarang. Ikkinchi nozik masala, komissiyaga bormaslik oqibatlari. Agar sizning nogironlik muddati tugayotgan bo'lsa va siz belgilangan tartibda qayta ko'rikdan o'tmasangiz, pensiya yoki nafaqa avtomatik davom etmasligi mumkin. Bu davlat pul bermay qo'ydi degani emas, balki huquqni tasdiqlovchi tibbiy asos muddati tugagan bo'ladi. Keyin siz hujjatlarni topshirganingizdan so'ng qayta ko'rib chiqiladi. Ba'zan to'lov tiklanadi. Ba'zan muddatlar bo'yicha farq chiqadi. Ba'zan esa guruh o'zgaradi. Shu sababli muddatni o'tkazib yubormaslik juda muhim. 3-nozik masala, guruh pasayishi yoki bekor bo'lishi. Ko'pchilik komissiyadan qo'rqadi. Chunki guruhimni olib qo'yishadi deb o'ylaydi. Men buni ochiq aytaman. Komissiyaning vazifasi odamni jazolash emas, real tibbiy holatni baholash. Agar sog'liq haqiqatan yomonlashgan bo'lsa, guruh kuchayishi ham mumkin. Masalan, 3 guruh 2 guruhga o'tishi mumkin. Agar kasallik barqarorlashgan, odamning mehnat va kundalik hayot imkoniyati oshgan bo'lsa, guruh pasayishi yoki bekor qilinishi ham mumkin. Shuning uchun komissiyaga tayyorgarlik deganda kimnidir aldash emas. Mavjud kasallikni hujjatlar bilan to'liq ko'rsatish tushuniladi. 4-nozik masala, eski hujjatlar yetarli bo'lmasligi mumkin.
Ayrim fuqarolar 5 yil oldingi epikriz, 3 yil oldingi tahlil yoki eski rentgen xulosasini olib boradi. Albatta eski hujjatlar kasallik tarixini ko'rsatadi, lekin bugungi holatni tasdiqlash uchun yangi tahlillar, so'nggi shifokor ko'riklari, davolanish varaqalari, dorilar ro'yxati kerak bo'lishi mumkin. Masalan, qandli diabet bilan og'rigan odam faqat menda diabet bor deyishi yetarli emas. Qon shakar ko'rsatkichlari, asoratlar, ko'z, buyrak, oyoq tomirlari holati, nevropatiya bor yo'qligi, insulin yoki dorilar qabul qilish hujjatlarida aks etishi kerak. 5-chi nozik masala yashash manzili va ro'yxat masalasi. Odam bir viloyatda ro'yxatda turadi. Boshqa shaharda yashaydi. Pensiya bir joydan olinadi. Tibbiy ko'rik boshqa joyda o'tiladi. Bunday holatda hujjat aylanishi cho'zilishi mumkin. Shuning uchun oldindan aniqlang, siz qaysi poliklinikaga biriktirilgansiz. Qaysi tibbiy ijtimoiy ekspertiza organi sizning hujjatingizni ko'radi. Elektron tizimda ma'lumotlaringiz to'g'rimi? Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, JSH shir, telefon raqam, yashash manzili noto'g'ri bo'lsa, chaqiruv yoki xabar sizga yetib kelmasligi mumkin. 6-chi nozik masala pensionerning o'zi emas, yaqinlari harakat qilish kerak bo'lgan holatlar. Juda ko'p oilalarda keksa odamlar hujjat ishlarini tushunmaydi, ko'rishi yomon. Eshitishi past, internetdan foydalana olmaydi. Bunday vaziyatda farzandlari yoki yaqinlari yordam berishi shart. Masalan, onangizning nogironlik muddati iyul oyida tugasa, siz iyun oyida hujjatlarni tekshirib qo'ying. Otangiz yurak operatsiyasidan keyin bo'lsa, operatsiya hujjatlari, shifoxona epikrizi, dori ro'yxati yo'qolib ketmasin. Oddiy papka qiling. Pasport nusxasi, pensiya daftarchasi yoki plastik karta ma'lumoti, eski komissiya xulosasi, oxirgi tahlillar, shifoxona hujjatlari, shifokor tavsiyalari alohida tursin. 7-chi nozik masala. Komissiya kuni qanday tutish kerak? Odamlar ko'pincha hayajonlanadi, savollarga noto'g'ri javob beradi, kasallikning eng muhim tomonlarini aytmaydi. Men tavsiya qilaman, komissiyaga borganda shifokorlarga aniq va halol ayting. Qachondan beri kasalsiz? Qaysi dori ichasiz? Kuniga necha marta og'riq bo'ladi? Mustaqil yura olasizmi? Kiyinish, yuvinish, ovqat tayyorlash, hojatga borish, zinadan chiqish, ish qilish qanchalik qiyin? Bularni yashirmang. Shikoyat qilsam uyat bo'ladi deb indamay turish noto'g'ri. Komissiya sizning kundalik hayotingizdagi cheklovlarni ham bilishi kerak. 8-chi nozik masala pul talab qilish yoki vositachi izlash. Men buni qat'iy aytaman. Komissiyadan o'tish uchun kimlargadir norasmiy pul berish, tanishingiz bo'lsa qilib beramiz degan gaplarga ishonish juda xavfli. Birinchidan, bu noqonuniy. Ikkinchidan, sizni aldab ketishlari mumkin. Uchinchidan, keyinchalik hujjat tekshiruvga tushsa, eng katta muammo sizning boshingizga tushadi. To'g'ri yo'l bitta, tibbiy holatni rasmiy hujjatlar bilan ko'rsatish, oilaviy shifokordan yo'llanma olish. Belgilangan tartibda komissiyaga borish. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya yoki nafaqangiz nimaga asoslanganini aniqlang. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatingizda nogironlik guruhi yo'q bo'lsa, sizga shifokorlik komissiyasi masalasi to'g'ridan-to'g'ri tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar siz nogironlik pensiyasi, nogironlik nafaqasi yoki tibbiy xulosa asosidagi yordam olayotgan bo'lsangiz, hujjatdagi muddatni darhol tekshiring. Ikkinchi qadam, eski komissiya xulosasini toping. Unda nogironlik guruhi, sabab, muddat, qayta ko'rik sanasi bo'ladi. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, poliklinika, tibbiy ijtimoiy ekspertiza bo'limi yoki pensiya jamg'armasi orqali ma'lumotni tiklash masalasini so'rang. Hujjat yo'q deb yuravermang. Chunki tizimda ma'lumot bo'lishi mumkin. Lekin sizda nusxa bo'lgani har doim qulay. 3-qadam, oilaviy shifokorga boring. Men aynan oilaviy shifokordan boshlashni tavsiya qilaman. Chunki u sizning tibbiy yo'lingizni ochib beradi. Qaysi mutaxassisga borish kerak? Qaysi tahlillar kerak? Rentgen, MRT, UZI, EKG, qon tahlili, siydik tahlili, nevropatolog, kardiolog, endokrinolog, okulist yoki boshqa shifokor xulosasi zarurmi? Buni shu yerda aniqlaysiz. Har bir kasallik uchun hujjatlar turlicha bo'ladi. 4-qadam, oxirgi davolanish hujjatlarini yig'ing. Shifoxonada yotgan bo'lsangiz, epikrizni oling. Tez yordam chaqirilgan bo'lsa, ma'lumotini saqlang. Doimiy dori ichsangiz, shifokor yozgan retsept yoki tavsiyalarni ko'rsating. Operatsiya bo'lgan bo'lsangiz, operatsiya bayonnomasi va keyingi nazorat xulosalarini olib boring. Masalan, yurak stenti qo'yilgan odamda stent haqidagi hujjat, qon suyultiruvchi dorilar qabul qilishi,
Kardiolog nazorati juda muhim bo'ladi. 5-qadam kundalik cheklovlaringizni yozib chiqing. Bu oddiy, lekin juda foydali. Bir varaq qog'ozga yozing. Qancha masofa yura olasiz? Zinadan chiqa olasizmi? Qo'lingizda kuch bormi? Ko'zingiz ko'radimi? Eshitishingiz qanday? Xotira bilan muammo bormi? Kechasi og'riq bo'ladimi? Qand yoki bosim necha marta ko'tariladi? Boshqalar yordamsiz yashay olasizmi? Komissiyada hayajon bo'lsa, shu yozuv sizga yordam beradi. 6-qadam komissiya sanasini o'tkazib yubormang. Agar muddat tugashiga yil oy bo'lgan bo'lsa, hali vaqt bor demang. Tahlil topshirish, mutaxassisga kirish, navbat kutish, hujjatni rasmiylashtirish vaqt oladi. Ayniqsa qishloq joylarda yoki tuman markazidan uzoqda yashaydigan pensionerlar uchun bu juda muhim. Bugun boshlagan ish ba'zan 2-3 hafta cho'zilishi mumkin. 7-qadam agar bemor yotgan bo'lsa, darhol poliklinikaga xabar bering. Olib bora olmaymiz deb uyda o'tirmang. Oilaviy shifokorga ayting, bemorning holatini tushuntiring. Uyga ko'rik yoki hujjatlar asosida masalani ko'rib chiqish imkoniyatini so'rang. Bunday vaziyatda yaqinlari faol bo'lishi kerak. Bemorning pasporti, eski xulosasi, shifoxona hujjatlari va hozirgi holatini tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotlar tayyor turishi kerak. 8-qadam qarordan norozi bo'lsangiz, yozma tartibda murojaat qiling. Komissiya qaror siz kutgandek chiqmasligi mumkin. Masalan, siz 2 guruh kutgansiz, 3 guruh berilgan yoki nogironlik uzaytirilmagan. Bunday holatda janjal qilish eshik yurishdan ko'ra. Qaror nusxasini oling. Nima sababdan bunday xulosa berilganini aniqlang va belgilangan tartibda yuqori turuvchi tashkilot yoki qayta ko'rib chiqish uchun ariza bering. Arizada aniq yozing. Qaysi qarordan norozisiz? Qaysi kasalliklaringiz inobatga olinmagan deb hisoblaysiz? Qaysi qo'shimcha hujjatlarni ilova qilyapsiz? 9-qadam. Hujjatlarni telefoningizda ham saqlang. Hozir ko'p ish elektron tizim orqali yuritiladi. Lekin qog'oz hujjat ham, skaner yoki rasm nusxasi ham kerak bo'lishi mumkin. Pasport, komissiya xulosasi, epikriz, tahlillar, retseptlar, shifokor tavsiyalarini telefoningizda alohida papkaga rasmga olib qo'ying. Bu ayniqsa farzandlar boshqa shaharda yashasa juda qulay. Kerakli hujjatni tez yuborish mumkin bo'ladi. 10-qadam ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlarga ko'r-ko'rona ishonmang. Biror yangilik chiqsa, avvalo rasmiy manbani tekshiring. Poliklinikadan so'rang, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mahalla mas'ullaridan aniq ma'lumot oling. Ertadan hammaning pensiyasi to'xtaydi degan gaplar ko'pincha odamlarni qo'rqitadi. Lekin amalda har bir to'lovning o'z asosi, har bir fuqaroning o'z holati bor. Men yana bir muhim narsani aytaman. Shifokorlik komissiyasidan o'tish faqat pensiya masalasi emas. Bu sizning sog'lig'ingiz bo'yicha rasmiy baho hamdir. To'g'ri rasmiylashtirilgan xulosa reabilitatsiya vositalari olishga, sanatoriy davolanishga, dori-darmon ta'minotiga, parvarish masalasiga, ish joyida yengillik olishga ayrim to'lov va imtiyozlardan foydalanishga yordam berishi mumkin. Shuning uchun buni faqat pulim to'xtab qolmasin degan nuqtai nazardan emas, balki o'z huquqlaringizni to'liq himoya qilish sifatida ko'ring. Demak, eng muhim xulosa shuki, hamma pensioner bir xil tartibda shifokorlik komissiyasidan o'tadi deb vahimaga tushish kerak emas. Lekin pensiya yoki nafaqasi nogironlik, tibbiy holat, mehnatga layoqatsizlik yoki parvarish zarurati bilan bog'liq bo'lgan fuqarolar hujjatlarini hoziroq tekshirishi shart muddat tugayotgan bo'lsa, poliklinikaga boring. Shifokor ko'rigidan o'ting, tahlillarni tayyorlang. Eski va yangi hujjatlarni bir joyga yig'ing. Men sizga mutaxassis sifatida shuni maslahat beraman. Kutib o'tirmang. Bugun hujjatlaringizni tekshirsangiz, ertaga to'lov to'xtashi, navbat cho'zilishi yoki komissiyada yetishmagan qog'oz sababli ovora bo'lishning oldini olasiz. Ayniqsa ota-onangiz, bobo-buyingiz yoki nogironligi bo'lgan yaqiningiz bo'lsa, ularning hujjatini bir ko'zdan kechiring. Bir dona sana, bir dona yo'qolgan xulosa yoki bitta topshirilmagan tahlil keyinchalik katta muammoga aylanishi mumkin. Sizning oilangizda shunday vaziyat bormi? Sizni yoki yaqinlaringizni komissiyaga chaqirishdimi? Izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz va qanday muammo bo'lyapti? Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday masalada eng katta yordam vaqtida xabardor bo'lishdir.